karyera, ish, bola, oila va talabalikni birgalikda olib borayotgan ayollarning top 3 ta xatosi. Buni men o'zim ham har doim qilganman. Hozirda bu narsa ustida ishlagandan keyin bu ancha o'zgardi. Birinchi xato bu hamma narsada ideallikka intilish. Ya'ni men ideal ona bo'laman, ideal ayol bo'laman, ideal ishchi, ideal talaba, ideal. Bas qilish kerak bunaqa narsani, o'zingizga bunaqa talab shartlarni va bunaqa ideallikka intilish shart emas. Osonroq, yengilroq, o'zingiz qo'lingizdan kelgancha qilsangiz to'g'riroq bo'ladi. Ikkinchi xato bu o'ziga vaqt ajratmaslik. Biz shunchalik shu rollarga kirib ketamizki, kimligimiz, o'zimizga ozgina vaqt ajratib, prosta хотя бы 10 minut kofe ichib kelishga ham vaqt ajratmaymiz. O'shanda bizda выгорание boshlanadi. Va uchinchi xato bu atrofdagilardan yordam so'ramaslik. Turmush o'rtog'idan, atrofda kim bo'lsa, обязательно yordam so'rab, bu narsa ayniqsa kuchli ayollarda eng minusi deb o'ylayman, yordam so'ray olmaslik. Yordam so'rash kerak va shunda siz hamma narsani, ya'ni oila va karyerani balansda olib ketishingiz mumkin.